Shu paytgacha pryaniklarni magazindan olib yurgan ekanman. Agar tayyorlanishi bunchalik osonligini bilganimda edi, magazinchilar biznesini allaqachon o'ldirgan bo'lardim. Bu pryanika mazasini magazinniki bilan solishtirib bo'lmaydi. Idishimizga kefir, shakar, o'simlik yog'i, ikkita tuxumi sarig'i, razrixlitsilni solib aralashtirib olamiz. Nimani qanchadan solish aytmadingiz-ku deb negativ yozib o'tirmayli. Videoni pastiga qarasanglar, opisaniyada hammasini yozib qoldiraman. Unimizni oz-ozdan qo'shib, yumshoq qo'lga yopishadigan xamir qoramiz. Va qo'lga yopishib qolyapti-ku deb yana un sovormayli. Bo'lmasa, paxtadek yumshoq chiqadigan pryanikimizni qotirib qo'yasizlar. Qo'limizni ozgina yog'lab, dumaloq forma chiqiladi, pryaniklarimizni yasab olamiz. Yana ham zo'r chiqishi uchun o'rtasini chuqurcha qilib, ichiga varyoniz gushonka solamiz va dumaloq shaklda yana tugib olamiz. Pishmasdan ham shunaqa shirinchi bo'lib turgan pryaniklarimizni duxovkada 180 gradusda 15-20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Haqiqiy pryanik ustidagi glazurisiz bo'lmaydi. Tuxum oqiga saharning pudra va limonni siqib solib, mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Juda ham ko'pirib ketishi shart emas, ozgina oppoq ko'pik holatiga kelsa yetarli. Pryaniklarimiz shunaqa tilla rangga kirganida pishganini shpashka yordamida tekshirib duxovkadan olamiz. Ustiga glazurni suramiz va tez qotishi uchun 5 daqiqaga duxovkaga qo'yib olamiz. Endi magazinda bir oylab turgan pryanikni sotib olmasdan siz ham uy sharoitida tayyorlab ko'ring. Bu videoni bolalikdan birga katta bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying.